Dunyo bilan oxiratning misoli mag'rib bilan mashriqqa o'xshaydi. Kun chiqib bittasidan uzoqlashar ekan, ikkinchisi yaqinlashib boradi. Ya'ni dunyoga tug'ildinglar, har o'tgan kuninglar sizlarni botishinglarga yaqinlashtiryapti, oxirat yaqinlashyapti, dunyo hayot orqada qolyapti. Ziyoda bo'lgan sari bir tomoni, ikkinchi tomoni nuqsonli bo'ladi. Bu dunyo hovlisini bizga sifatlab bering deyishdi. Dunyo hovlisini nima deb sifatlaydi? Boshlanishi mashaqqat, oxiri yo'q bo'lishlik. Halol yesang hisoblaysan, harom yesang jazolaysan. Dunyodan behojat bo'lsang fitnalanasan, dunyoga faqir bo'lsang xorlanasan. Bizga nima bo'ldi? Dinimizni org'latib, dunyoyimizni semirtirdik. Axloqlarimiz buzildi. Ey qorni to'yg'izgan inson, muhtoj qo'shning qani? Qavmingdagi och yetim qani? Senga muhtoj bo'lib qarab turgan miskin qani?